Namanganda kuchli do'l hodisasi kuzatildi. Namangan viloyati shimoli, ya'ni Yangiqo'rg'on tumani, Birlashgan va G'ovozon kabi qishloqlarda yong'oq va hatto tuxumdek shaklda kuchli do'l hodisalari kuzatildi. Bu kabi tabiat hodisasining qishloq xo'jaligi, xususan bog'dorchilikka qanday zarar yetkazishi mumkinligini ko'pchilik yaxshi tushunsa kerak. Tarmoqlarda esa Yangiqo'rg'on tumani G'ovozon qishlog'idagi do'ldan so'ng olingan tasvirlar tarqaldi. Qorbar o'ynaymiz. Rasmga olib qo'ying. Mayni qarama, Qonligini qo'ying. Junob bo'lmagan bu. Anqara. tushlik ko'raychi. Zanjirda qolishing bo'ladi. Iyi mun qora ey. Bule mun qora ey. Mun qora. Bule mun qora. Uy bule. 11-may. Qorbora xudoy beraman sichkadni. Bizga yo'qmabdi, ha, xudo asrabdi bizni. Bizni bog'laringga yo'qmabdi. Bog'larimni o'ylab siqilib o'tirib edim. Qorbora bo'lyapti ana. Voy buni. Mana qorbora o'ynayapti bolalar. Muz bo'raldi. Voy. Mun qora ey. Silitrada azotda bu.